Qadrdonlar, Qo'shtepada yagona bo'lgan to'yxonani obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Langar qishlog'idan olinyapti, ya'ni o'zimizning qishloq. Biz Qo'shtepa tumanida yashaymiz. Mana shu Qo'shtepa tumanida juda chiroyli bo'lib to'yxona bitgan. Shuni qo'limizdan kelgancha obzorini qilib beramiz. Aniqroq yana adres aytadigan bo'lsak, Marg'ilon sentridan 7 kilometr ichkarida joylashgan. Xo'p, to'yxonamizning oldi ko'rinishi, to'yxonamizning joylashgan lokatsiyasi qishloq, lekin solinishi, ko'rinishi shahardagi to'yxonalar bilan birga bir tortishaveradi. Shuni ham aytib qo'yaylik. Zamonaviy to'yxona bo'lib bitgan. To'yxonamizning oldida parkovkasi ham bor, juda katta keng joy bor. Misol, o'zingiz to'yingizni o'tkazmoqchi bo'lib yoki to'yga keladigan bo'lsangiz, bemalol mashinada kelaverasiz. Mana shu yerga anchagina mashina sig'adi. Parkovkadan ham muammo emas. To'yxonamizning kirish qismi mana shu yerdan boshlanadi. Kiramiz, ikki eshigimiz to'y kuni ochiladi. Biz endi bittasini ochib qo'ydik. To'g'ri tushunasizlar. Mana shu yerdan kirish qismi. To'yxonamizga kirganingizda mehmonlar uchun mana xudo xolasa issiq suv, sovuq suv bemalol qo'lini yuvadigan darajada sharoit qilib berilgan. Hamma sharoitlar bitgan. Xo'p, mana bu gullarimiz hozir to'y tugagan, hammasini mana shu ichkariga qo'yilgan, chunki yana tashqariga olib chiqiladi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, buni ichkariga qo'ygani iloji yo'q. Xullas, yana bir go'zallikni ko'rsatamiz. To'yxonamiz juda chiroyli bo'lib bitgan, ko'rishlaringiz mumkin. Eni ham juda enli, uzuni ham juda uzun, bo'yi ham o'ta baland, ko'rishlaringiz mumkin. To'yxonamizning sig'imini aytadigan bo'lsak, mabodo siz to'y o'tkazasiz, mehmonlaringiz juda ko'p. Mehmoningiz ertalabda bitta yoppa kelganda, mana shu holatda to'yxonaning ichiga 550 ta odam bemalol sig'adi. 550 ta odam o'tirib bemalol nonushta qiladigan darajada keng. Shu 550 ta sig'adi odam. Xo'p, yana to'yxonamizni bu tomonida ham yana oddiy xonalarimiz bor. Kirishlaringizga mana shu yana bir chiroyli ko'rkamgina bo'lib xonamiz tushgan. Mabodo endi masalan mabododa endi erkaklar bilan baravar ayollar kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun erkaklar bu xonaga kirsa, ayollar ichkari xonada bemalol nozu ne'matlardan yeb o'tirishaveradi. Yana to'yxonamizni bu tomonda ham xuddi shunaqa xonamiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu xonamiz ham xuddi shunaqa xonamiz. Narigi xona bilan bir xil razmerlari, konditsionerlari bor. Yoqib qo'yasiz, bemalol nozu ne'matlardan tatib o'tirishaveradi. Juda chiroyli bo'lib bitgan. To'yxonamiz xudo xolasa yozda salqin, qishda issiq bo'ladigan darajada konditsionerlar qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Konditsionerlarimiz bemalol shu holatga bemalol sovutadi, yozda, qishda bemalol isitadi. Endi to'yxonamizni obzor qilyapmiz-ku, o'shaning uchun barcha xonalarini qo'limizdan kelgancha yoritib beraylik. Bu xonamizda to'yxonanidan tashqari xonada yana xonalari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Kirganimizda o'sha chap qo'lda mana qovurlar uchun oddiy xonamiz bor. Juda keng, hali uylarning mehmonxonasidan ham katta bo'lib joylashgan. Tutunlari, hammasida ventilyatorlari bor. Umuman to'yxonaga daxli yo'q. Mana shu yerdan osh qilasizmi, sho'rva qilasizmi, jamiki ovqat qilsangiz, mana 7 ta qozonimiz sizlar uchun xizmatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Qozonlardan muammo yo'q. Bemalol ulgutadi. Bu joyimiz esa idish tovoqlar olib keladi. Mana shu yerdan mo'ykaxona deb qo'yamiz. Mana shu yerdan yuviladi. Yana shu yerdan olib ishlatilaveradi. Idishlarimiz shu yerda turadi. Mo'ykaxonamizni tashqi bu tomondan ham eshigi bor. Mana shu yerdan kirib xizmat qilaveradi.
Xo'p, qadrdonlar, to'yxonamizni non xonasi deylik. Mana bu non xonamiz. Mana shu yerda mana chiroyli qilib non teradigan joylari ham bor. Qo'yib, nonlaringiz bemalol sig'adi. Xo'p, bu joyimiz endi suvxona deylik. Fanta, kola, Pepsi, gazli, gazsiz suvlar turadigan xonamiz. Keyin ham hozir pishiqchilik keldi-ku, meva-chevalarimiz ham turadi. Xonadonligimiz juda katta. Mani bo'yimdan baland. Eni ham 50. Mana shu joyimizda muzdek bo'lib turadi. Xo'p, yana to'yxonamizni hammasini qo'limizdan kelgancha obzor qilaveraylik. Bu to'yxonamizni tepa qismi. Tepa qismini ham bir qator ko'rsataylik. Ba'zi bir insonlar to'yga srochniy borib kelaman deydi-yu. Past. Shu srochnilar uchun pastga joy qilingan mana. Shu yerda odam almashishi tezroq bo'ladi. Oziq-ovqatingizni yeysiz, tashqariga chiqib ketaverasiz. Bu yerda endi masalan to'yga bemalol keladigan insonlar bo'ladi-ku. O'zingizni nozik mehmonlaringiz, misol 1 soat, 2 soat, 3 soat turaman degan insonlar uchun отдельный tepaga xona qilingan. Xo'p, mana 7 ta stol sig'imi bor. Ancha odam sig'adi bu yerga ham. Ventilyatorlar, fortichkalar qo'yilgan. Tepamiz ham yozda salqin, qishda issiq bo'ladigan darajada sharoit qilingan. Bunaqa ko'ryapsizlar, pardalari hamma yo'g'i. Hozir to'y tugab, uborka bo'layotgan holatda ko'ryapsizlar. Shunda ham o'zi o'ta chiroyli holatda turibdi. Mana shu tepadan ko'raveringlar. Biz endi masalan shaharda ko'rardik-da bunaqa to'yxonalarni. Mana bizni xudo xolasa Qo'shtepa tumanida ham juda chiroyli bo'lib, videoga olib, maqtanib olib chiqadigan darajada to'yxona qilindi. Biz juda xursandmiz. Qarang, balandligini qarang. Biz yuqorida turibmiz. Yuqorida turgan holatimizda ham balandligini qarang. Bu degani havo, to'yxona bo'lgandan keyin odam ko'p keladi, havo dimlanadi deyshadi-yu. O'shani hisobiga olinib juda baland qilingan. Havo ham dimlanmaydi. Har xil hidlar tepada ko'ryapsizlar. Hammasi fortichkalar qo'yilgan. Fortichkalar to'y kuni ochiladi. Havolar bemalol aylanadi. Shuning uchun juda go'zal holatda bitgan. Xullas, biz charchagunimizcha maqtasak arziydigan to'yxonada. Xullas, qadrdonlar, biz o'shaning uchun xursandmiz. Xo'p. Mana yerda yana xuddi shunaqa to'yxonaning kirish qismidagi xonadan yana 2 ta xonamiz bor. Mana. Bu yerda ham fortichkalar bor, salqin xona. Bu xonamiz ham endi haligi ba'zi bir nozik mehmonlar uchun qo'yilgan. Mana stollar, juda katta joy. Mana shu joyda ham ancha haligi mana shu holatda ham ancha-muncha uyimizning mehmonxonasidan katta. Shu holati ham. Keyin hozirgi kunda kun isigan sari konditsionerlar mana u narigi boshida ham bitta konditsioner ko'rsatdik-ku. Ikki burchak tomonda konditsioner qo'yilgan. Sovutish tizimi bemalol ishlaydi. Shu to'yxonani razmeriga qarab qo'yilgan, xudo xolasa hijolat qilmaydi. Xo'p, bu joyimizda endi kimlardir sastavli qiladi, kimlardir bazmli qiladi, kimlardir bazmsiz qiladi. Bazmli qilmoqchi bo'lganlar uchun hofizga ham joy bor, monitorlarimiz bor. Bemalol monitorlarda hamma yo'q ko'rinadi. Mana xullas juda chiroyli holatda. Hozir monitorimiz o'chayotgan, yoqishyapti. Monitorimiz ham ko'rdingiz-a monitorda kim turganini? Shunaqa usta tog'alar xizmatlaringizda. Endi monitorimiz ham juda chiroyli holatda turibdi. Hop. Yana bu tomonda ham xuddi shunaqa xonamiz bor.
Kiraverishimizda yana xuddi shu aytganimizdek nozik mehmonlaringiz uchun xijolat qilmaydigan xonamiz bor. Kirib bemalol xizmatlarni qilib, choylarini ichib, mehmon bo'lib chiqib ketaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Har xil insonlar bor-da, boshida aytdik-ku, to'yxonamizni sig'imi haqida gap ketdik-ku. 550 ta odam sig'adi dedik-ku. Hozir mana shu joyimizni ko'rib turib, shu joyga shuncha odam sig'adimi deb, har xil noto'g'ri tushunmasligi uchun tepadagi xonalarni ham ko'rsatamiz. Keyin aytgandek, ko'p insonlarga to'yxonani puli qiziq. Pulini ham aytib o'tib ketaylik. Sizlar endi bu videoni qayerdan ko'ryapsizlar, qaysi viloyatdan ko'ryapsizlar? Sizlardan iltimos, sizlarda xuddi shunaqa to'y, bunaqa emas, sizlarda to'yxonani narxi qancha? Bir kunlik to'y o'tkazish narxi qancha? Masalan, bizda mana shu holatdagi sharoitdagi to'yxonamiz bir kunlik xizmati 5 million so'm. Bir kunda to'yini o'tkazib beradi, 5 million berasizlar. Xudo xolasa pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Sizlar telefon qilib, usta tog'alardan ko'rib turib chiqyapmiz desalaring, oz-moz chegirmasi ham bo'lib qolar, xudo xolasa uni gaplashamiz. Biz bu to'yxonani ko'rib turib, obzor qilaylik deb keldik, xudo xolasa. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz yaxshi niyatda. Aytdik-ku, yaqin joy. Marg'ilon sentridan 7 kilometr ichkarida. Hamma sharoitlari bor. Bitta to'y o'tkazish xizmati 5 million so'm. Sizlardan iltimos, qaysi viloyatdan ko'rsalaring ham, sizlarda to'yxona puli nech pul? Bir kunlik. Masalan, siz uyingizda to'y o'tkazmoqchisiz. Uyni remontiga ham 10 milliondan ko'p ortiq pul ketib qolyapti-da. Keyin uni to'yda o'tkaz, temir stol, qozon tovoqlarni toshi, ovoragarchilar ko'payib ketyapti. Shuning uchun bizda ham xudo xolasa sekin-sekin to'yxonalarga o'rganib, to'yxonalarga o'tilyapti. Shuning uchun iloji boricha obzorini qilib beryapmiz. Hop, tepadagi xonani ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu tepa qismi. O'sha hali aytganimizdek, o'sha joy bilan bir xil sig'imi, sharoiti ham bir xil. Oynalar bor, oynalarda fortchkalari bor, ochib qo'yasiz. Mabodo isib ketadigan bo'lsangiz. Lekin konditsionerimiz bemalol mana shu yerda ham salqin qiladi. Juda chiroyli holatda bitgan. Mana aytganimizdek, pardalarimiz chiroyli bo'lib tortiladi. Hozir to'yimiz tugaganligi uchun hammasi yig'ishtirib qo'yilgan. Shunaqa. Mana yerdan to'yxonani mana shu tomondan ham oling, juda chiroyli holatda turibdi. Shunaqa qadrdonlar, Qo'shtepada to'yxonamiz bitdi, ishga tushdi, to'ylarni olyapti, o'tkazyapti. Biz juda xursandmiz. Mana shunaqa chiroyli to'yxona bizda bo'lganligi uchun obzorini qilib berdik. Xudo xolasa bundan yaxshiroq videolar qo'yishga harakat qilamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, Usta tog'alar kanalini kuzatishda davom etinglar. Bir dona like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin.